Do'stim, sen yaqinda uylanding-ku, bir hayot qanday? Vapshi zo'r. Umringda ko'rmagan ovqatlarni qilib beradi-yu, kelin bola. Har kuni bir-biridan shirin ovqatli yeysan. Mazali bo'lsa kerak-a. Nima bu Rebo? Tuzonniga chayning suvda sovurma. Yuring foydali. Soat nechida kelsan ham kelin salom kutib oladi-yu. Och eshikni 1,5 soatdan bir turibman. Ishonasanlar, uylangandan keyin baraka kelar ekan. $1000 topayotgan puling $2000 deb bo'lar ekan. Cho'g'sanmi o'rtoq? Zebo shkafchidagi $1000 ko'rmadingmi? $300 atir oldim, $300 kosmetika oldim, $400 kosmetologga berdim. Shuncha pulni ishlatib tashladingmi? Ro'zg'orga ketadi-da. Zebo, seni basharang ro'zg'or hisoblanmaydi. Do'stim, yana plus tomonlarini ayt. Pluslari ko'p. Mana kiyimingni qara, qijim bo'lib yotibdi. Uylangandan keyin hamma kiyiming dazmollanaman. Kostyumimni qara, manlarini chotki qilib dazmollagan.